Videoni boshlashdan oldin sizlarga bitta shart kulib olish mumkin emas. Barchaga assalomu alaykum azizlar, sizlar bo'lmaydi kulmasdan. Sizlar bilan Kaizo Safir 4 6-qismiga xush kelibsizlar. Xullas kalom Let's Play video. Turishini ko'rdinglarmi? Michael Jackson ham bunaqa tura olmaydi. Xullas kalom Let's Play videoning davomini o'ynaymiz. Xo'p. O'tgan qismda men juda ham ko'p narsalar qilib tashlagan edim. Men bunaqangi kristallarni keltirdim. Albatta bularning presslari ham bor. Bu qismda azizlar bitta narsa ideya xayolimga keldi-da. Bu yerda qanaqangidir mob bor. Xo'p, qaranglar, menga backpack kerak. Anchadan beri lavushka yetdi. Anchadan beri yasayman deb yurgandim. What if что если deydi-yu, biza ipak qurtini topsak nima bo'ladi? O'zi ichida nechta nimasi bor, nima deydi, iplari bor, bilmadim. Mana shu yerlarda bittasi bor edi, adashmasam, agar sindirmagan bo'lsam. Yo'q, demak, uni sindirgan ekanman. Jetaman shu yerlarda ipak qurtini ko'rgandim-da, qarochi. Xo'p, birozgina merni aylanamiz, ipak qurti topishga harakat qilamiz. Ana undan keyin backpackimizni yasab olamiz. Bilmadim nechta menga ip beradi, lekin o'rgimchaklardan umuman nima yo'q, umid yo'q, chunki juda ham kam spam bo'ladi. O'sha ham 50% dan ko'pi bermaydi. Let's go. Xo'p, hozir men ipak qurtini topishga harakat qilaman. O'tgan qismlarda juda ham ko'p ko'rgandim. Chunki dunyoni aylanib yurganimda chiqadi-da. Xo'p, bu yerlarda mana bunaqangi gullar bor ekan. Gullarni dastdan unchalik ham ko'rib bo'lmayapti, lekin topsa bo'ladi menimcha topsa bo'ladi. O'zi mistik o'rmonda bormi yo'qmi? Mana shu savol ham juda ham aktual. Xo'p, ko'ramiz. Maksimum darajada qidirishga harakat qilaman. Xo'p, bunisi nech bilan tushdi? Olmasam bor ekan. Yo'q, menga kakras udacham bor. Hozir sindirib ko'ramiz va ikkitami? 3 ta. Ajoyib. Mana bunaqangi nima edi bu endi? Platina? O'rita chekanda, shoshmaydi. Ishlatishni ko'raylikchi. Blok qilsa bo'ladi. Xo'p, rahmat. Pishirsa agar platina. Ja ko'p narsalar uchun ishlatilmaydi, lekin nezrit bilan qo'shib ikkalasini duratiumni nima qiladi bu narsa? Nezritdan ham qattiq bo'lsa kerak. Xo'p, mayli. Platina chiqqani juda ham yaxshi. Uranmi? Yo'q, uran kerak emas. Radiatsiyaga uchrashi mumkin. Xo'p, yana 3 ta berdi. Ajoyib. Mana shu mod lekin rostini aytsam zo'r ekan. Yer ustiga juda ham zo'r narsalarni chiqarib yana olmosmi? Serios, polностью yo'qolib tashlash kerak buni. Tek. Okay. Bunchalik ko'p narsa bor deb o'ylamagandim. Yana platina chiqdi. Ajoyib. Xo'p, azizlar, men bilasizlarmi, o'yindagi eng zo'r rudani hali topganim yo'q, eng qizig'i. O'yindagi eng zo'r ruda bu randomli ruda. Butun Minecraftda bor, mana shu zborkada bor hamma narsalardan, hamma modlardan ishda nimasi bo'lsa o'shani berishi mumkin. Randomli bitta ruda bor. Topsam sizlarga ko'rsataman nasib bo'lsa. Xo'p, bo'lmasa bo'ldi. Bu narsalar tugadi. Menga ipak qurti kerak. Lekin narigi tomonlarda menimcha uchramasa kerak, chunki hamma joy o't bo'layotibdi. Xo'p, bo'lmasa bitta yo'l. Qanaqangidir baliq turibdi. Narigi tomonga o'tib olish. Xo'p, kelyapsizmi? Normalniy hammasi. Ajoyib desam ham bo'ladi. Bu yerlarni men taniyman. Ovqat, mana shu ovqat jonga tegdi, prosta. Mayli, xom bo'lsa ham yeymiz, boshqa ilojimiz ham yo'q. Tak. Bro, menga kakras koja kerak edi. 4 dona ekan, menga ko'proq koja kerak. Bo'ladi. Hozircha xom ovqatni yeymiz. Tak, ipak qurti chiqish kerak edi, lekin rostini aytsam, chunki men ko'p ko'rgandim, juda ham ko'p ko'rgandim. Tak, monsterlar paydo bo'lishni boshladi. Xo'p, mashinalarni sinchkovlik bilan ko'rish kerak. Kichkinagina to'r burchak oq bo'ladi. Agar topsam juda ham zo'r bo'lardi-da. Xo'p, gullar ham bor ekan, odamni chalg'itadigan. Oppoq narsani qidirish kerak. Oppoq narsa. O'rmonda chiqmadi, tog'da uchlaydimi yo'qmi bilmadim, lekin rudalar juda ham ko'p chiqyapti. Juda ham ko'p. O'smi bilmadim nechta beradi. Menimcha udacha bilan ishlaydimi? Yo'q, bittadan berar ekan. Udacha bilan ishlaydigan narsani olish kerak bu kirka bilan, chunki kirkamiz juda ham zo'r. Исцеление жизни nimaga ishlamayapti bilmadim. Bu bilan urish kerakmi? Azizlar, yarim tun bo'ldi. Uyga qaytamiz, bratishga ketdik, uyga qaytamiz. Ehtiyotkorlik bilan mana bu yerlardan tushib olsak bo'ldi. Xo'p, monsterlar hozircha spam bo'lmayapti, lekin kartada men creeper ko'ryapman. Oldimda ham bitta creeper paydo bo'ldi. Mayli, asta-sekinlik bilan uyga qaytamiz. O'zi nima uchun kelgandim, yodimdan ko'tarilib ketdi. Prostadak ipak qurti topaman deb o'rib ketmasam bo'ldi. Mana bu kim? Michael Jacksonmi? Bu nima balo? Bro. O'zingiz bosing. Qanaqasiga kim bu? Uni qaranglar. Normalniy urar ekan, rostini aytsam, bo'ldi. Asosiysi qochishga ulgurdik.
Tik, 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 tik. Okey. Kichkintoy kelyapsanmi? Kelyapti. Okey, mayli. Azizlar, men tirikman va uyga qaytyapman. Bo'ri, oldindan bo'ri chiqdi. Xo'p, yeyishga nima bor? Ishim yo'q. Yeyishga bu yerda faqat men borman, tamom menimcha. Tak, ehtiyotkorlik bilan uyga qaytamiz. Umid qilamanki, men hozir tirik uyga yetib olaman. Okey. Tepaga chiqib olamiz. Kichkintoy qanasan? Kichkintoy. Mana oldimda ekan. Zombi. Mayli, azizlar, uyimizga ham juda ko'p masofa qolmadi. Okey, mana shu yerdan o'tamiz. Bu kim? Yana bitta allaymi? Qanaqasiga? Shoshmanglar. Allay topib oldim men. Yo. Hozir. Bolakay, bu yoqgacha. Zo'rmisan? Yo. Bu bittasi o'lib, ikkinchisi qoldi buni. Obbo, uni qarang. Allay topib oldim men, ko'rdinglarmi? Xo'p, qayerda edi ana endi? Okey, zombilar, skeletlar menimcha. Come on. Ana bu yerda bor-da, короче, men hozir ko'rdim. Skelet bor ekan, mayli, chiqisi yo'q. Asta-sekinlik o'tib olsak bo'ladi. Oppa, ana ham ketibdi. Kimsan? Yo, normalniy tegdi. Normalniy. Xo'p, bolakay, bu yoqgacha. Mana shu chakalakzor bir ham yomon ko'raman. Bo'ldi, boshqa kirmayman men bu yerga. Umuman kirmayman. Tak, hech kim yo'qmi? San emas, ana ikkinchisi qani? Ovqat. Utoplenlik kelyapti suvdan. Okey. Xo'p. Okey, men topib oldim. Tong ham o'tadi hozir. Bolakay bu yoqgacha. Men senga nimadir beraman. Men suyak beraman. Oppa, bo'ldi, endi meniki bo'ldi, ikkalasi. Endi men ikkita shirin toyim bor. Tak, ana endi prosta tak bu yerdan qochib ketsak bo'ladi. Короче, zombilarni ko'rsanglar, to'xtab o'tirmanglar. Yo'q, to'xtamasanglar ham to'xtatar ekan ular. Tak. Qochamiz. Bir tomondan yaxshi, chunki bular ham mana bunaqangi o'rtadan yura olmaydi. Okey, ikkinchi tomondan yomon, chunki bular slishkim ko'p. Mayli, o'rmonga qochamiz. O'rmonda bizlarni surpriz kutmayapti, asosiysi. Xo'p, qora creeper. Shirin toylar qanisi? Ikkinchisi qani? Bu yoqki. Da, kelyaptimi? Da, yo'q, yaxshi. Xillovin boshlandi, balo. Tak, ehtiyotkorlik bilan bu yerdan chiqib olamiz. Okey, uyimga deyarli yaqin keldim men. Bo'ldi, azizlar, endi men bunaqa joylarni seriozniga olaman. Kechqurunlari bunaqa joylarda yurish umuman mumkin emas. Komendantskiy chas. Faqat o'rmondan qatnaymiz yoki sizlar run eslash kerak. Aytgancha, meni jamoamdagi bitta odamga sapfir bergandim, o'sha menga aytdi. Bu yerda bolg'a yasash kerak ekan. Bolg'a juda ham zo'r ketar ekan. Hammer. Hozir ko'ramiz. Sapfir test variantini men nima deydi, odamlarga tashaganman. Nasib bo'lsa, full variantini yaqin kunlarda tashlayman. Bitta ikkita modlarni hozir qo'shyapman-da, shuning uchun ham. Parkour modini update qilib tashlasammi ekan, azizlar, nima deysizlar? Menga yoqdi, lekin bitta obunachim aytishi bo'yicha, mana shu jamoadagi bitta odam aytishi bo'yicha creeper. Xullas kelam o'yinni qottirar ekan. Update qilsak, menimcha foydadan xoli bo'lmaydi. Yana bilmadim. Chest? O'zim tashlab olgandim. Despawn bo'lmabdi, to'ba. Xo'p, bu yerda hech kim yo'q, meni uradigan mobodo. Ikkinchisi qani? Men shuncha jonim xavf-xatarga qo'yib ketirgandim. Mana suyak ko'tarib yurdi. Xo'p, let's go. Birozgina pishira olaylik. Mana shu narsani nebesniy kaminni olamiz-da, mana buni qo'yamiz. Tak. Drevesniy ugun. Bo'p, ajoyib. Applied narsalarni bu yerga qo'yamiz. Shuncha narsa ketirdim men. Okey, mayli, chiqisi yo'q. Keyinroq nima qilib olamizmi deydi. Menda vashita infinity kamon bor, ha? Qaranglar, otmaganim qaranglar. Uzr. Biroz sal qolsa tegardi. Tek. Xo'p, bo'lmasa sizlar rudalarni mana bu yerga alohida joyga qo'yamiz. Ehtiyot bo'lish kerak. Chunki pechkani yaqiniga borsam, jonim ketishi boshlar ekan bu yerda. Juda ham xavfli. Xo'p, azizlar, bolg'a yasaymiz. Backpack mayli yana qoldirildi. Afsuski, menda ip yo'q va ipak qurtini ham topmadim. Kim bor mana shu yerda? Xavfli narsani ko'rsatyapti-da menga o'yin. Lekin hech kim yo'q. Pastda bo'lsa kerak, palakatlar. Mayli. Molot tak. Okey, shumi? Yo. Okey. Molot. Yo, bu Ether'niki. Bu nimaniki? Jon berar ekan. Xo'p, hammer qilich. Mana bor ekan. Okey.
Kimsan, nima qilyapsan? Tushunarli. Mana bu jinni joni ketishni boshladim, qaylar pati kuygan tovuqdek uchib yuribdi. Xo'p, allaylar spam bo'lar ekan bu yerlardan. Juda ham hayron qoldim. Ikkinchi sujni topishim. Hali men juda ham ko'p topaman. Keyin butun boshli allaylar to'dasi bilan yuraman maza qilib. Xo'sh, eng osoni qaysi biri? Okay, still po'latmi bu? Po'lat lekin yaxshi. Qanaqa qilib yasaladi po'lat? Seriously? Xronium? Buni qayerdan topaman bilmadim. Xo'p, olmosniki bor ekan, oltinniki bor ekan, nezeritniki bor ekan, qanaqangidir o't o'lanlarniki, misdan. Yo, menga stabilnisi kerak, menimcha temir bo'lsa kerak. Nimaga temirga kelganda, bu boshqacha. Hop, right click on the decorative blocks, change their orientation. Bu boshqa modniki mana shu narsa bizga kerak. Xo'p, keyinlarda yasab zacharlab olamiz. Tak. Menga temir kerak. Nechta yasaymiz? Bitta yasaymiz hozircha. Bir donagina yetadi. Men sindirishini ko'raychi. Menimcha oddiy tinkernikida sindirsa kerak. Chunki molotov, ajoyib va konga kirsak bo'ladi. Va nihoyat menda to'qmoq bor va lapis lazuli kerak. Endi mana shu narsa birozdan odam asabiga o'ynaydi, chunki ilgarigi sapfirlarda uni ichida turardi lapis. Bunda nimagadir ichida turmayapti. Mana bor ekan. Qo'yamiz va effektimiz 3. Baxtga o'zimga. Bo'ldi. Qani? Turibdi. Yaxshi, yomon emas. Xo'p, keyinlarda bunga yana nimadir qo'shamiz. Тройной выстрел, заговор огня, сила 1, устойчивое положение, сила 2, нейротоксин, сейчас yo'q, menga kerak emas. Пронзающая стрела. Palakat. Mayli, nima qilardik? Mana buni bunga qo'shib bilamizmi? Afsuski bo'lmas ekan. Xo'p, bo'lmasa bularni qo'yamiz-da. Adashmasam menda ip bo'lish kerak, hatto bitta nimani yasashga o'tirmaydi. Shoshmaydi-chi. Shundan ip qilsa bo'ladimi? Yo'q, faqat nayza uchun ekan. Xo'p, adashmasam menda bir donagina backpack yasash iloji bor hozir. Yo'q, adashman. Uzr. Ip nahotki umuman bo'lmasa? Birorta yo'qmi? Bo'lmagan gap-e. Birorta yo'q ekan. Birorta yo'q. Backpack ham yasamaganman. Bu yo'q, nech puldan tushdi bilmadim. Xo'p, men bu parazitlarni tepaga qo'yib, o'zimiz pastga tushib ketamiz va menga ovqat kerak. Ovqat. Bo'ladi. Okay. Va kirma mumkin emas, chunki bu yerlar juda ham xavfli. Fakel. Qaranglar. Mayli, mana shuni olib ketamiz, boshqa ilojimiz yo'q bu yoqqa. Normal. Azizlar, ana endi bemalol mining qilsak bo'ladi va men 4-qismda update qilgan narsamni, ya'ni 4-qismda o'ynadim men Sapfir. Pastga tushib men ko'p joylarni ko'rdim. O'sha video update bo'lib ketdi, Hozir o'sha narsani maslaga ko'rsaman, agar tirik qolsam. Okay. Mayli, hozircha tirikman. Let's go. Creeper. Creeper. Mayli, yo'q. Hamma yerda ko'rguvchi o'lib ketdi. Sen tepadan. Tovuq malish? Kim? Yo'q, qanaqasi? Sizlar o'zingizdan ketdinglarmi? Hozir kimman? Senman urdingmi? Nayza bilanmi? Seriously? Xo'p, o'zingizdan ketmang. Tog'a, o'zingizdan ketmang. Okay. Bilmadim, uroni normalli bo'lsa kerak. Okay. O'ldi, temir berdi. Xo'p, juda ham tez yurar ekan, Malish bu yoqqa. Voy, uni asalligini qaranglar. Ip berasam yo'qmi? Palakat bermadi. Mayli, nima ham qilardik? Ko'rsapalanglar ham bu yerda juda ham g'alati bo'lgan. Ko'rdinglarmi? Qaranglar. Quloqchalari bor. To'g'ri, mayli. Xo'p, yana pastga tushamiz. Adashmasam, men shu yerda pastga tushadigan joy bor. Yo'q, bu tomonda bo'ldi. Men shu yerda aniq bor. Chunki men bu yerga kelganman. O'zim bitta yo'llarni ochib, shoshmaylarchi, bolg'a bilan sindirib ko'raylikchi. Effektimiz ko'mir unchalik ham OP emas, lekin mayli. Yo'q, backpacksiz birozgina ishimiz g'alati bo'ladi. Tuzoqqa kelib qoldim men, nima balo. Xo'p, azizlar, hozir maslahat ko'rsaman. Bo'ldi, esladim. Men shu yerdan boramiz va mana bu tomonga qarab pastga tushsak bo'ladi. Bu yerda kristalli bitta g'or bor. O'sha qismda buni topgandim. Bu narsa menga kerak emasdi. Bulujnik olyapman.
Nimagadir bulujik uday bo'lib ketayotgandek tuyuldi. Hatto bor ekan. Okay, uni qara, resurslarni qaranglar, просто tak gap yo'q. Qaranglar, mana bu yerda kristalniy g'or bor, nima? LED. Mayli, bo'laveradi. Okay, pastda judayam kuchli moblar bor. Despan bo'lib ketibdi, lekin bor. Day va yiqilsa agar o'lamiz bu yerdan точно. Ehtiyotkorlik bilan mana bilan olamiz. Nima qiladi bilmadim. Menimcha branya uchun faqat va shoshmanglar, to'qmoqni osmidan yasab bo'ladimi yo'q? Mana shuni bilish kerak. Agar bo'lsa judayam zo'r bo'ladi. Va yana shuni oldim men. Black quartz mayli olib ketamiz. Okay. Va qaranglar, hozirmaslik bitta narsa ko'rsataman. Osmini olib, osmin emas ekan, teksturasi deyarli bir xilday. Bu yerdan ham o'tamiz-da va mana shu yerda 1 2 o't va bo'ldi. Mana azizlar, nima bu? Savol. Buni sindirib bo'lmaydi. Shuncha ko'rinadi, sindirib bo'lar ekan, lekin qiyin ekan. Menimcha sinmaydi. Xo'p, o'tamiz. Buni kirish joyi bo'lishi kerak qayerdadir. Okay. Ichida nimalar bor bilmadim. Okay, nikel topib oldim. Birozgina nikel bo'lachasi. Okay, bu nima? Yana bitta. Xo'p, stalnoy po'lat. Perlemitmi? Pastga tushib ko'ramiz. Pastki qismini ko'rish kerak. Redstone chiqishi boshladi. Redstone bizga kerak. Judayam kerak. 27 ta. Xo'p, oppa. Eshigini topib oldim. Okay. Nima bunchalik kelmagandim. Xo'p, hozircha moblar ko'rmayapman moblarni. Если cho qochish uchun bitta yo'l qo'yib qo'yamiz mana shu yerlarga. Bo'ldi. Keyin orqani yopsak, asosiysi bo'ldi. Okay. Mana, bo'ldi, ajoyib. Xo'p, bitta mana shuni yerga yopib qo'yaylik. Если что qochib kiraman-da, blok bilan yopaman o'zimni. Buncha normalniy. Yana black quartz. Yaxshi. O'zimga tuzoq qilyapman hozir. Okay, o'tamiz. Xo'p. Hech kim yo'qga o'xshayapti, lekin ehtiyot bo'lish kerak. Qanaqangidir zamburug'lar, taxta. San nimasan? Soul lamp. Bu uzr. Soul degani arvoh, ya'ni ruhdan lampochka yasashibdi. Xo'p. Taxtaga lekin 5 ketdim. Okay. Xo'p, mini kartada hech qanaqangi moblar ko'rinmayapti. Shu uchun ham bemalol yursak bo'ladi, lekin baribir ham qanaqangidir g'aybatliligini qaranglar buni. Xo'p, savol nima bu? Bilmadim. Kimdir agar bunaqa narsa ko'rgan bo'lsa bundan oldin izohlarda yozib qoldiringlar. Men bunaqa narsaga birinchi marta duch kelyapman. Kelarda mana shu yerda musulka qilamiz. Hozircha menga bunchalik ko'p bloklar kerak emas. O'zimniki yaxshiroq ekan. Uzr, tashlab olamiz. Kerak emas. Mayli, qolgan narsalar tursin. Xo'p, qo'rqinchli narsa emas ekan, lekin o'rtasida nimadir bormi? Oppa, buzdim men. Balkim uyimni shunday yasab olaman, bilmadim. Men bu narsa nima qiladi bilmadim. Xavfli narsa bo'lmasa bo'ldi. Okay, bo'ldi. Tushunarli. Bu yerdan chiqib ketishimiz kerak. Mana shuni qo'ysak, mana bo'ladi. Xo'p, lekin bloklarni teksturasi chiroyli ekan. Seriously, men bu blokchalar menga yoqdi. O'zimni uyimni shundan balkim quraman, balkim unaqa emas. Bu sinar ekan. Yaxshi, emas. Boshqalar bunaqa joy topsa, o'rganadi. Men bo'lsa sindirishni boshlayapman. Mayli. Balkim uyimni shundan quraman. Xo'p, qo'rqinchli joy emas ekan. Men birinchi marta ko'rganda ichida qanaqangidir moblar ko'rindi-da. Mana hozir qaranglar, kartada nimalar ko'rinyapti. Zombi bolachasi, ikkita boshli yo'q. Hozir hech narsa yo'q. O'zi normalniyda turibdi. Okay. Ba'zida mirni bo'lsa agar hech narsa spam bo'lmaydi-da. Shuni ham o'yladim. Nimasan? Juda ham g'alati. Okay. Xo'p, yana shunaqa narsalar bormi mabodo? Yo'q, bu tomonda yo'q ekan. Mayli, men bu yerga ketamiz. Единственный ход. Kartada hech kim yo'q, lekin bitta ikkita sekretlarga yaqin ketyapmiz. Xo'p, bunaqa narsa borligini bilmagandim. Juda ham chiroyli ekan. Nihoyatda go'zal. Yo'q, hech kim yo'q. Redstone topib oldim. Redstone olib ketamiz. Redstone menga kerak.
ketdik. Mana shu yerni ochsa yaxshiroq bo'lardi. Bo'ldi. Xo'p, azizlar, ja qo'rqinchli narsa emas ekan men o'ylagandaqa. Qanaqangidir shaxtami bu nima? Ipak qurti topib oldim, azizlar, qaranglar, ipak qurti. Xo'p, hozir uni sindirib ko'ramiz va nechta berdi? Shulk berdi menga bu. Bitta. Normal, yoshida zo'r. Normal emas, просто идеальный zo'r. Mayli, mana bu chiroyli bloklarni ham tashlab yuboramiz. Hozircha menga po'lat menga kerak edi. Abba, po'latni beringlar menga, po'lat. Mana bu narsalarni endi qaytadan tashlab olish kerak. Bulishnik, soul lamp, mana bu. Inferior ham hozircha menga kerak emas. Short by mana bunaqa qilib tashlasak zo'r bo'ladi. Bo'ldi. Xo'p, yana bu yerda nima qiziq narsalar bor ekan. Atrofda shaxta, lekin nimagadir o'tlar ham bor-da. G'alati, juda ham g'alati. Xo'p. La. Mana kichkintoy kim ekan bu kichkintoy? Eng qizig'i yerga tushishga qo'ymasdan o'ldirib tashladim. Xo'sh. Okay. No, birozgina creepy, g'alat. Uni qaranglar. Tepaga dakansa chiqadigan, nima balo bilmadim. Qanaqasiga men line bilan chiqdim. Men bu chetdagi bilan chiqdim. Abbo, palakat, iltimos. Parkur? Bu yerda parkur qilsa bo'ladi aytgancha. Xo'p, dakansa chiqib olamizmi? Men bilmadim, lekin harakat o'rgimchak odammi? Bu nima balo? Wow. Agar yiqilsam hozir bilasan, точно o'laman. Shuning uchun ham yiqilmaslikka harakat qilamiz va qanaqangidir mantiqiy finishga kelishimiz kerak. Okay. Lekin rostdan aytsam, shu yerni qurganlar rosa parazit odamlar ekan. Birdaniga kelasam sindirib iltimos. Abbo. No, deyarli tepaga chiqib qoldik. Bunisiga plus. O't palakat, yerni birdaniga sindirmadi, lekin bu yerni birdaniga sindirib tashladi. Xo'p, azizlar, men tepadaman. Bir tomondan lekin yaxshi, chunki tashqariga chiqib oldik. O'zimni mistik o'rmoniga qarab. Halloween. Menda vashita sen uchun cho'tki narsa bor. Ko'rsataymi? Bu yoqgacha? Nasanga. O'zi bu drujnimidi yoki, ya'ni вражескийmidi yoki drujnimidi bilmadim. Otib tashladim просто tak. Xo'p, hech kim yo'q hozircha. Bu yaxshi, ovqat yeb olamiz. Okay, mana shu yerdan sakrasak bo'ladimi? Albatta bo'ladi, let's go. Okay, mayli. Yomon idea edi, lekin nima ham qilardik? Xo'p, uyimdan anchagina bu yerga kelgan ekanman, ya'ni chetga chiqqan ekanman. Qayerdan saman topib kelding? Darrov tavba. Qayzo suyaga g'ajiyismi deb kelibdi-da. Mayli, azizlar, natijada menda juda ham zo'r narsalar bor. U ham bo'lsa bolg'a. Obunachimga rahmat. U bolaning niki Han Pro, ko'pchilik biladi. Serverda birga o'ynaganmiz. Van Block serverini tuzatib bergan bola o'sha bo'ladi. Xo'p, bo'lmasa kelinglar-da, yana rudalarimizni boyitamiz. Bunaqada men vashi milliarder bo'lib ketaman. Bundan ko'ra uxlash kerak hozir. Birinchi navbatda Amethyst, Black Quartz kellarda uxlab olamiz. Da. Orol meniki, lekin yonimda zombi bor-da. Mana qoniqosga son paydo bo'ldi. Ochi. Yo, bunga yaqinlashish umuman kerak emas, chunki bitudarda yeb tashlasa kerak mana. Bo'ldi, uxlaymiz. Mini kartada ko'rinyapti mana shu narsa, lekin haqiqiy hayotda umuman ko'rmaydi. O'tda yo'q deyish narsa prosta. Mayli. Mana bunisi dakansa pishibdi-da, abbo palakat. Menda udacha bor, udacha bilan sindiramiz. Bu yoqgacha. Okay. Mayli, hali zaryadlagandan keyin buni ham ishlatib yuboramiz. 4 ta. Udacha bor, lekin 4 ta berdim. G'alati. Apply'ga qo'yamiz. Xo'p, ana endi kelinlarda texnologiyani boshlaymiz. Tushunishim bo'yicha bizda asosiy texnik mod bu mexanizm bo'lsa kerak. Xo'p, kelinlarda mexanizm narsalarni yasashni boshlaymiz. Unaqa bo'lsa, men bilan qo'yamiz hammasini. Okay, bo'ldi. Buni ham qo'yamiz hozircha. Kelajakda men shu chiroyli g'ishtlardan uy yasayman, nasib bo'lsa. Tak, endi qaranglar, generator. Birinchi navbatda albatta bizga elektr kerak, ya'ni tok kerak. Tok uchun esa, vashitda bu bo'la mana splav yasash uchun metallurgicheskiy naполнитель kerak. Bu uchun esa vashitda jaqi emas bo'ldi. Osmium bor, redstone bor, okay.
bunisi edi, uzr. Xo'p, osmium, redstone va temir. Judayam oson. Bulojnik bizga kerak. Iloji boricha ko'proq. Bulojniklar hammasini tashlab yubordim-da. Normalniy. Xo'p, ikkita pechka. Unga qanaqangidir istochnik bilan hali biz energiya berishimiz kerak. Bunisi ham bor. Menimcha nimanidir xato qildim, hozir ko'ramiz. Birozgina bunaqa ekan, mayli chiqsa yo'q. Menda metallurgiskiy naполнитель bor. Xo'p, texnologiyalarni qayerdan qo'yamiz? Juda ham zo'r savol bo'ldi. Ba'zan asosiy joy mana shu yer, keladi, mana shu yerdan bir boshdan qo'yib tashlaymiz. Xo'p, men taporim qani? Mana shu narsamidi, benzopilada. Bu daraxt bizga kerak emas ekan. Suyak ko'tarib yurib bechora boshqa narsa berish kerak shuni qo'liga. Mana shu yerdan dokonsa texnologiyalarimiz ketadi. Men bu narsani nimaligini men tushunmadim. Lava bir tomonda turibdi, ikkinchi tomonda mana bunaqangi teshik bor. Eng qizig'i buni hech narsa bilan sindirib bo'lmaydi, qaranglar. Sindirib umuman iloji yo'q sindirishga. Stone deposit qanaqangidir. Nima bilan? Tapormi, kirkami yoki instrumentmi qanaqangidir bilmadim. Xo'p, birinchi narsamizni qo'yamiz. Endi bizga bilasizlarmi, energiya kerak. Energiya uchun eng oddiy narsadan foydalanamiz. Xo'p, kristallin rezonuющий generator bizga dizelli generator. Dizel yoqilg'isi yordamida buni dizel qayerdan topaman men? Quyosh generatori eng zo'r edi, lekin buni Stirling generatori. Men bu issiqlik generatori, точно nima bilaman? Come on, obsidian kerak ekan. Generator Stirlingga mayli. Kecha hozir ko'ramiz nimalar kerak bizga. Let's go. Bu yoqgacha mana bu narsani qanaqa yasaladi? Zerno бесконечности? Men buni qayerdan topaman? Tushunarli. Bedrock yoki glubinniy slanic. Xo'p, firecrafting. Judayam g'alati. Glubinniy slanic topib olamiz. Menda bo'lishi kerak glubinniy slanic bor. Yo, bu katolniy glubinniy slanic. Kolotniy ekan. Xo'p, oddiy slanic yo'qmi? Hozir ko'ramiz. Bedrock qayerdan topaman? Men jinnimislar. Ko'raylik shunga. Flint. Gravi, хотя бы gravi topsam bo'ldi. Gravi topsa mayli, chiqsa yo'q. Hozir ketiraman. Bunga bo'ladimi yo'qmi bilmadim lekin. Bilmadim. Hozir ko'ramiz. Bo'lmas ekan. Let's go. Mana shu yerlarda mabodo gravi yo'qmi? Qayerdadir? Iltimos gravi. Topib oldim. Xo'p, sindiramiz. Umid qilamanki, birdaniga 80 ta sinadi va bo'lmadi. Mayli, chiqsa yo'q, tepaga chiqamiz. Bittasidan bersam bo'ladi. Nahotki men lapatkam bo'lmasa, lapatka bor edi menda. Eng qizig'i lapatka bor edi. Hozir ko'ramiz. Let's go. Parkour modini update qilaymi yo'qmi? Nima deysizlar? Izohlarda yozib qoldiringlar. Juda bitta obunachim yetishi bo'yicha aytdim-ku. O'yinni qottirar ekan, lekin men bunaqa narsa ko'rganim yo'q hali. Bilmadim, kompyuterim kuchli, shunga bo'lsa kerak. O'lasan hozir qoch bu yerdan. Obbo. Xo'sh, tushunishim bo'yicha prosta tak qanaqasiga bundan olsa bo'ladi savol. Bedrockga tushamiz endi. Obbo, mayli, bedrockga tushamiz. Boshqa ilojimiz ham yo'q. Men bu shirin toylarni lekin shu yerda qoldirish kerak, chunki pastda bular точно o'lib ketadi yoki bularni o'ldirib ketishadi. Ovqatim ikkita bor, yetadi. Kelinglar, arta bedrockga tushish bo'yicha bitta oddiy yo'l ochamiz. Lapis lazuli, bu yaxshi, yomon emas. Как раз menga kerak edi. Rudalar uchun birozgina joyim bor ekan. Ajoyib. Bir xil tekislikda bitta yo'l qurishim kerak. Bir xil tekislikda. Если что, yana mana shu yerdan kelaman. Tek. Suv chiqmasa bo'ldi. Bu yerda juda ham ko'p suvli konlar bor ekan. Ayniqsa meni ostimda narigi tomonda polностью suvli konlar. Bu tomon xudoga shukr bunaqangi narsalar yo'q ekan. Yoki bor, bilmadim. Lekin zombilar chiqishni boshladi. Black quartz. Kimsan? Qanaqasi? Qanaqasiga savolda? Bu kak. Yarimta jon bilan tirik qoldim. O'sha ham tirik qoldimmi yo'qmi bilmadim.
Alright. O'yin qotdi. Aka, o'yin qotdi. Skelet? Qanaqa? Ket, oltin berdi menga. O'ynaysanmi sen men bilan? O'ynashasan. Abbo. Yo, rahmat. Menga problema kerak emas. Agar sizlarga ham kerak bo'lmasa, yaqinlashmanglar. Tak. Yarimta joy bilan tegib qoldim, tavba. Xo'p, mana buni olamiz o'zimiz bilan. Pastga tushamiz yana. Xo'p, qanaqasiga bu yerda spam bo'lish mumkin? Savolda, qanaqasiga? Odam jinni qiladi bu. Okay. Bolg'amiz ham yarim joni ketibdi. Bunda effektivness bor. Buni sindirish aslo mumkin emas. Yana temir bilan ta'mirlab olishimiz kerak, qarochi. Okay. Hech kim yo'qmi? Ortimdan keladigan syurprizlar bo'lmasa bo'ldi. Aslan nimadir chiqsa o'zimiz hal qilamiz u yog'ini. Tak, yana glubinniy slice chiqdi, lekin bu safar kolotniy. Yo'q, menga kolotniy emas. Mana-ku. Quality sindirilgan. Buni qanaqa qilib pishirish kerak, nima balo? Buni pishirish kerak. Obbo, bo'lmasa tepaga chiqamiz. Bularni pishirib, normalnisini olamiz. Kolotniymish, tavba. O'qish ham bilmaydi kayzo. Quality, ya'ni sindirilgan yoki buzilgan. O'zi bilasizlarmi, ruscha g'alati-da. Agar inglizcha bo'lsa, cracked bittada bilinadi. Mayli, chiqsa yo'q. Hech kim yo'qmi? Prosta odam qo'rqib qoldi-da, qayerdandir zombilar paydo bo'lib urishni boshlasa, nima qilaman keyin? Tak, natijada menda birozgina resurslar bor. Olmos. Qayerda menda olmos bor, bilmadim. Balkim olgandir. Tushmaydi. Chromium fragment. Bu hozirgina men ko'rdim. Mana bu generatorga ishlatiladi. Yo'q, Stirling emas, mana bu narsaga. Flus nima kerak bizga? Obbo, buni yasash qiyin. Juda ham qiyin. Mayli, Stirling generatorini yasab olamiz. Qanaqangidir energiya bo'lsa yaxshi bo'ladi. Ender ioni narsalari mexanizmga tushadimi yo'qmi, Xudo biladi. Yokida teplo generator, issiqlik generatori bor ekan. Yaxshi, shuni yasaymiz, qaysi jinnimisiz. Okay, ikkita doskami o'zi hozir ko'ramiz. Hop, ikkita doska, medniy va pechka, osmiki. Bo'ldi, men bularni qo'yaylik bo'lmasa, buni nimasiga emas, ikkita doska, medniy va osmi. O'z bilasizlar, maslahat beraman, hamma variantlarni ko'ringlar birdaniga hamma variantlarni ko'rsanglar, osonroq yo'lini topib olasizlar. Jinniga o'xshab yoki menga o'xshab, ikkalasi ham bir narsa yo'q. Birdaniga xohlaganini taxlab ketmanglar. Mana bu narsa juda ham oson ekan. Teplo degan issiqlik generatori, menimcha bunga lava qo'yiladi va bunga nima deydi? Ko'mir qo'ysanglar ham bo'ladi. Let's go. Xo'p, temir, okay. Bulishnik, osmium. Kim og'zi? Odam qo'rqib qoldi prostadan. Osmium oldik va oxirgisi nima edi? Ikkita doska va med ekan. Mis bor, ikkita doska topiladi. Bo'ldi. Let's go. Ajoyib. Xo'p, natijada bizda bu bor. Plusdan ham plus qo'ysak agar ajoyib. Xo'p, ana endi keladi. Hozircha prям tushunishim bo'yicha bizga kabel kerak emas. Mana. Xo'sh, mana shu taxtani sindirib lava qilib berdi bu taxtani. Va bu bo'lsa energiyasi shunaqangi tez ketdimi? Bu lekin yomon. Xo'p, ko'mirni ko'raylikchi, qanchada eritib tashlar ekan. Qaranglar. Bunga lava qo'yish kerak. Boshqa normal yo'l ko'rmayapman men. Hozir senga lava keltirib beraman. Bir mazza qiladigan bo'lding, qarochi. Tek. Let's go. Shu yerdan birozgina lava olsak bo'ladi. 1, 2, 3. Ajoyib. Umid qilamanki, lavani o'zi bizga juda ham ko'p energiya beradi. Yana bilmadim. Ko'mirlarni ko'rdinglar o'zingizlar qanaqa yeb tashadi? Tak, bitta savol meni qiziqtiryapti-da. Meni allaylarim bor edi shu yerda, tepada. Qani ular? Серьезный? Allaylar qani? Obbo, prosta yo'q. Bevafolar tashab ketishibdi meni. Obbo, o'zim bilan pastga yetsam bo'lar ekan-da. Mayli, nima ham qilardik? Yomg'ir ham boshlandi, o'lgan ustiga tepgan qilib. Xo'p, menda bu juda ham ko'p nima qilar ekan, ishlatar ekan. Energiyamiz natijada mana shuncha to'ldi. Bunda ketyapti, bu o'zini zapasga olyapti. Yo'q, lekin shoshmanglar, bulishnik qo'ysak ham bo'ladimi? Bulishnik bu lava degani-ku. Ko'pchilik bundan xabari bor. Agar bulishnikni prosta tak pishirsanglar qozonga, lava
bo'lib tushadi, короче. Xo'p, menda mana shuncha taxta bor ekan. Kelinglar, mana shuncha taxtani taxtaga ajratamiz. Bekor qildi shuni Kaizo. Bekor qildi shuni Kaizo. No, har qalay bizda energiya bo'lyapti-da, birozgina bo'lsa ham. U qaylar suvda ichyapti, bu prosta suvda ichyapti. Bilmadim bu energiya qanchaga yetadi. Xo'p, nimaga birdaniga tashlamading degan savolga men javob beraman azizlar. Tez ketishi mumkin edi, ya'ni tez yo'q bo'lib ketishi mumkin edi. Hammasi bo'ldi. Bu to'ldi asosiysi. Xo'p, menga mana bunaqangi kerak. Bo'ldi, shu yerda oson. Bu menga уже kerak emas, bu kerak emas. Buni ham yasadik. Xo'sh, let's go. Наполнительный став. Okay, redstone ga mis bilan redstone. Menda mis bor. Okay, hozir redstone olib kelamiz, bo'ldi. Bizga bitta mana shundan kerak. Zakazga 1 2 3 4. Redstone menimcha ko'proq kerak uchun. Yomg'ir jonga tegdi. Xo'p, mayli chiqsa 8 ta qo'yamiz. Xo'p, ikkinchi narsasi nima edi? Ba'ziviy redstone ga osmium dedik. Osmium men qo'limda bor ekan. Hozir. Xullas, energiyaga ega bo'lamiz. Xo'sh, yana nima bor bizda? Okay, ikkita mana bunaqangi yana misda, ya'ni ikkita mis, bu degani yana 4 ta mis kerak. Ikkita va ikkita 4 ta da. 1 2 3 4. 2 3 4 ta bo'ldi, tamom. 2 ozimga. Bor 5 ta bor ekan. Bilmadim nechta oladi, hozir ko'ramiz. Va bittasi buni agar bitta olsa bo'ladi, agar ikkitadan olsa yana kerak, yana 3 ta kerak bo'lar ekan, mayli chiqsa va bittadan olar ekan. Ajoyib. Xo'p, craft uchun oltin kerak bo'ladi. Sistema yasagandan keyin bular juda ham osonlashib ketadi. Xo'p, yana nima kerak? Craft uchun redstone kerak. Hatto redstone hammasini ishlatamiz. Mana balo bunaqada osmi va splav. Bo'ldi, osmi qo'limda mani. Azizlar, ajoyib. Asosiysi energiyaga qaraylik-chi, qancha ketyapti? 8 kf to'la. Energiyam normalniy ketyapti deb, prosta. Xo'p, kelinglarda crafting table yasab olamiz. Let's go. U yerdan bu yerga, bu yerdan u yerga qilmasdan, hamma joyda bittadan bo'lsa, menimcha yaxshiroq bo'ladi. Masalan, bu yerga, mana bu yerga va где-то mana bu yerlarga bitta bo'lsin. Mabodo kerak bo'ladi. Xo'p, natijada azizlar, bizda mana bunda ikkita bo'lish kerak. 1 va birdaniga ikkita qilsang nima bo'ladi? Mana shu 2 bo'ladi va 3. Let's go. Xo'p, buni qayerga qo'yamiz? Orqa tomonda qo'yamiz. Mana shu yerlarda bitta. Menga endi truba kerak. Energiya 80 kf. 80 kf ekan. 80. Tasavvur qilasan, bu 8 oladi. 8. Bunisi esa to'lganda 64 olar ekan. Bu 80 ta ishlab chiqaradi. Ya'ni o'zining joyi bor. Wow, juda ham zo'r. Xo'p, menga mexanizmni trubasi kerak. Truba для базовый герметический труба. Menimcha mana bu hammasini olib tashlaydi, adashmasam. Yo'nqis 4 ml, skorost pompa. Yo'q, faqat bu suv uchun ekan. Elitni герметический, yo'q, menga energiya uchun. Bazaviy oladimi yoki? Baftik. Qaranglar. Chemical, cold gas, influencer type, pipe, transmitter. Hop, shift qilaylikchi. Chemicals, ya'ni kimyoviy elementlar uchun. Bu nima? Bu ham kimyoviy elementlar. Bu ham. Energiya uchun. Shuni yasab olamiz. Stal shisha bo'ldi. Originalniy prosta. Bu menda shisha yo'q. Qum bormi yo'qmi savolda. Qayerdan Kaizoda qum savol? Qayerdan? Mayli, yana pastga tushamiz, lekin menga lapatka bu safar to'shni kerak. Chunki bu sindirmas ekan normalniy. Lapatka. Qo'lingda osmi bor, shundan bitta yasab ol degan maqolga amal qilgan holda yasab olamiz. Xo'p, effektimiz 3 berdi menga. Udacham ham berdi. Minecraft masalasi sevaman. Let's go. Xo'p. O'zi bu nima emas ekan, qum emas ekan, tuz ekan. Mana bu yerda qum bor. Let's go. Effektimiz bo'lsa ham juda ham sekin sindiryapti. Xo'p, keyinlarda birdaniga ko'proq nima yasab olamiz? Truba. Okay, tepaga chiqib olamiz, bo'ldi. Uyga qaytamiz. Ajoyib. Va mana shu yerga qo'ysam, menimcha bo'ladi. Qani, nima bu? Белоснежный песок. Biomassaplante o'zidan ixtirolar qo'shishni boshlagan. Stal, po'lat. Va bor ekan menda po'lat. Bo'ldi.
Xo'p, shisha keladi. Hozircha bittasini yasab olamiz. Bazaviy truba. Umid qilamanki, bu bilan energiya tashisa bo'ladi. Buni qayerdan bilib olsa bo'ladi? Savol. Juda ham zo'r savol. Hozir men sizlarga javob aytaman taxminiy. Ulab ko'ramiz. Tepla generatorni ulasak agar menimcha bo'lsa kerak, yana bilmadim. Bu tomonda to'liq mexanizmlar bu tomonda to'liq mexanizmlar bo'ladi. To'liq prям вот 100% mexanizmda, shuning uchun ham shu yerga keltirib qo'yamiz. 16 ta yana bor. Xo'p, e'tibor beramiz. Tepla generatorimizda 871 ta energiya bor. Ulasak, ну, конечно. Xo'p, настройка, постройки, так, общий, улучшение kerak emas hozircha. Yo'q, okey. Qanaqa buni tomonlarini настройка qilsa bo'ladi, tim. Vывод. Feya. Joule-da chiqarar ekan hatto. No, feya tura qolsin, mayli. Shoshmanglar. Bo'lmasa Stirling generatorni oddiy tepla generatorni sindiramiz, boshqa ilojimiz yo'q. Energiyasi bilan oldikmi yo'qmi bilmadim. Bularni ham sindiramiz. Men qanaqa? Okey, mayli. Mana bunaqa sindiramiz. Chponk. Barban bitidan tushyapti. Mayli. Lekin bir tomondan yaxshi ekan, bu trubalarni sindirish qiyin. Nimaga pusto? Bazaviy granitniy truba. Juda ham g'alati, shoshmanglar. Bu ulanyapti, eng qizig'i. Xo'p, ulanyapti. Demak, nimadir kelish kerak bunga. Lekin bir tomondan buni energiyasi to'la. Energiyani ishlatishimiz kerak. Bo'ldi, yopil. Energiyani ishlatishimiz kerak. Mayli, osmiyni qo'yamiz-da, redstone qo'yamiz to'g'ridan. Energiya tushyapti. Azizlar. Mana bu truba energiya ну, конечно. Xo'p, энергическая труба. Mexanizm. Men seni yaxshi ko'raman. Okay. Mexanizm. Xo'p, ko'raylikchi, bu yerda qanaqa trubalar bor ekan o'zi. Bu жидкостный nima? Bak. Okay, hozir topamiz. Gaz tank. Yoqilg'i turlari va конечно. Mexanizm weapons, mexanizm tools. Azizlar, точный bo'lish kerak, chunki energiya bormi, uni tashish ham bo'lish kerak. Atom parchalagich bor, hali yasab olamiz. O'sha yasasa ham bo'ladi menimcha. Yo'q, mexanizm weapons. Bu nima bu? Bazoviy deb yozish kerak. Menimcha shunda bo'ladi. Bazoviy. Xo'p, qaranglar. Teplotrassa. Energicheskaya. Energomi yoki shoshmanglar. O'zi kabelni nomi nima? Truba deb ilgari qilardi. Provodnik. Energicha rasmi shu. Obbo, mana-ku. Azizlar, uzr, bu yerda meni xatoyim. O'zi ilgari bilasan, bularning hammasining nomi truba edi-da. Truba для передачи энергии bir narsa edi. Hozir bu tarjimasini o'zgartirib, provod deb qo'yishibdi. Xuddi shunaqangi kiradi, faqat redstone bilan. Bo'ldi. Asosiysi men topib oldim va kech ham tushdi. Monsterlar spam bo'lmayapti, xudoga shukr. Lekin bundan nimadir chiqar ekan. Bu bilan ham nimadir qilsa bo'ladi, albatta. 1-2-3. Mayli, kelajakda uni ishlatamiz. 24 ta energiya trubam bor, men energiya provodim bor, bo'ldi. Endi xato qilmaymiz. Okay, ajoyib. Va u qanaqasiga san shuni o'chirib qo'ysak bo'ladimi? Yo'q, полностью o'chirib qo'ysak bo'ladimi? Obbo. Va bo'ldi, tamom. Normalniy. Hop, yomg'ir tugadi. Juda ham g'alati. Mayli, shu tomongacha keltirib qo'yamiz va dalshi nima deydi, nimalarni yasashni boshlaymiz. Xo'p, menga atom parchalagich kerak. Atomный разборщик. Atom parchalagich.
Bularni yasash oson. Bu yerda eng qiyini mana bu narsa va mana bu narsa. Atomniy splav bilan очищенный слиток obsidiana. Bu qanaqa olinadi desanglar agar osmium kompressorga osmiyni qo'shib 200 millilitr mb nima degan bilmadim. Millilitrda короче osmiyni qo'shishimiz kerak. Buni yasash birozgina qiyinroq, lekin bo'ladi. Mana bu narsa shu yerda bizga ko'p mis kerak bo'lar ekan. Juda ham ko'p mis kerak bo'lar ekan. Redstone hammasini qo'yish adolatsizlik, mana shunchasini qo'ysa yetadi. Va 10 ta zakaz beramiz. Keladi, вот yana 10 ta zakaz beramiz. Redstone'ni bunisini ham qo'yamiz. Bo'ldi. 22 ta bizda bo'ladi. Xo'p, ungacha uxlab olsak bo'ladi. Bitta mod bor edi, bilasizlarmi? Agar uxlagan vaqtingizda hozir agar nima bor? Bu shayton kim? Yaxshi uxlaman. Xullas, короче, bitta mod bor edi. Agar uxlasanglar, agar Minecraft o'zi narsani davom ettiraveradi, masalan, mana bunaqangi mexanizmlar ishlayveradi, ekinlar yana o'saveradi. Ana u yerda yoritish kerak, точно aytaman. Xullas, agar uxlasanglar, nima deydi? Ertalab bo'ladi-yu, masalan, qanchadir vaqt o'tadi. Mana quyosh o'zimay bu yerda. Ana u yerda bo'ladi uxlagan vaqtlaringiz. Va где-то 10 soat Minecraft vaqt bilan o'tsa, 10 soat davomida mana pechkalar, boshqa narsalar ishlaydi-da, birdaniga sizlarga ishlagan holatini ko'rsatadi. Juda ham zo'r edi. Meni ko'rib qoldi mana bu. Sendan qo'rqadigan kayzo yo'q. Bor ekan. O'ldi. Yaxshi. Let's go. Halol yo'l bilan o'ldirdim desam bo'ladi. Shitini berdi menga. Xo'p, bunaqangi modimiz yo'q. Shuning uchun ham 7 ta bo'pti, yonmas. Lekin sizlar mana shu yerda 6-qismimiz o'z nihoyasiga yetadi. Menimcha sapfirlar bo'yicha eng ko'p olingan qism mana shu 6-qism bo'ldi. Barchaga tomosha uchun addushi rahmat. Sizlardan qayzo bo'ldi. Barchaga xayr.